Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar, charchamasdan. Yana bir gün Atanazzo Durdana bilan Xudo xohlasa mashg'ulotni boshladik. Bu qizimiz yadro otish bo'yicha, klub ishlaydi, mashqlarni ishlaydi, qo'llarni ko'tarib. Yadro otish bo'yicha 3,5 metr atib birinchi o'rin oldi. Klub otish bo'yicha birinchi o'rin oldi. Klub otish bo'yicha 5,5 metr attı Qaraqalpaqiston chempionatında. Klub aslı bunday bo'lmaydi. Men o'zim shuni hozir maktabda 550 gramlik granata bor, shuni atib turibman. Klubni o'zi 300 gram bo'ladi. 350 gram, 300 gram bo'ladi. Yadro esa bular uchun 2 kilo bo'ladi. Bu qizimizga 3,5 kilo atib turibmiz hozirchada. Havoni shunday uchun qo'ldan kelgancha shu narsamiz bor. Bu narsani topish qiyin. Shundan keyin shu narsalarni hozircha ottirib turibmiz. Xudo xolasa biz Durdana bilan qani qo'llarni ko'tarib mashqlanishimiz, qo'llarni ko'tarib tushirib tez har qo'l o'tirib. Durdana Qaraqalpaqiston chempionatida nechanchi o'rin olding? Ha? Birinchi o'rinni olding, ha? Xudo xolasa Toshkentdan yetamiz? Birinchi o'rin olamizmi? Молодец, birinchi o'rin olamiz. Haftadan necha kun tayyorlanamiz? 4 gün tayyorlanamiz haftadan. Молодец. Haftadan necha kun ekan? 4 kun, ha? Yaxshi. 3'te başlayamiz. Her balani 40 minut, 45 minut tayyorlaymiz. Bu balamiz ham D0. Yine onda yürüydük. Hozircha uy sharoitida bunda yuriydi. Klasikda yuriydi qizimiz. Mashg'uloti yaxshi, yomon emas. Asta o'zgarib turadi. Bu qizimiz 2 yildan beri tayyorlanadi. Xudo xolasa O'zbekiston chempionatida 10-may günü. 10-may günü Xudo xolasa nechanchi o'rin olasan? 1. Молодец. Xudo xolasa. Bu qizimizga parkga boraman dedim. Parkga borib nima ko'ramiz? Parkga boramizmi? Boramizmi? Nima ko'ramiz u yerda? Nima? Baliq ko'ramizmi? Yaxshi. Aylantiramiz. Xudo xolasa parkda aylantirgandan ko'rsataman. Sen yana nima operatsiya? Ustozing nima operadi? Nima operadi? Yana nima? Ana, bo'yoq bilan pomada operadi ekanman. Lekin birinchi o'rinni olsang, tushundingmi? Birinchi o'rinni olsang operaman, bo'lmasa operamayman. Kelishdikmi? Davay. Qani, boshimiz do'stlar, endi mashg'ulotimizni boshlaymiz. Birinchi yadro atamiz, so'ng disk atamiz. Ana shunday. Lekin hozir to'g'risini aytsam, bu bolalarimiz unga borish kerak, maktabda tayyorlanish kerak. Her birisi Aravaçada yürüdüğün 2 o'quvchimiz bor. Birisi 4 kilometr yakta, birisi yakta. Stadiona borish kerak. Stadiona bormanglar, o'zim kelib tayyorlayman deb shuning uchun nima deydi? Uyinda tayyorlab turibmiz. Buni bilasizlar, apparat kelish o'zi bor. O'zim mashaqqatli bor, shuning uchun stadiona borsam shu ishni ishlaydi, uyinda bo'lsam shu ishni ishlaydi. Shuning uchun bularni tayyorlab turibmiz. Bu sport turimiz para yengil atletika. Götür, qo'lini cho'z, götür. Cho'z.